Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mavzudan burun deb qo'ydigan bir gap. O'tgan 1-2 kun ichida YouTube'ga 2 video yo'llab qo'ydim. Biri qo'rqinchning siyosiy maqsadlardagi roli degan mavzu. Yana biri bir az siyaset ügüneyli degan mavzu. Bu Facebook'ka yollanmaydigan bo'lganligi uchun YouTube'dan ko'rsanglar bo'ladi. Bugungi tema Xitoylarning Uyg'urlarni yo'qotib o'tishga aldirishidagi ichki tashqi sabablar. Bir davlatning milliy xavfsizligida milliy tarkiblar intayin muhim o'rin tutadi. Agar birli millatdan tarkib topgan milliy davlat bo'lganida uning bexatarlik uchun xarjlanadigan nurg'un pul tejilib qoladi. Chunki ichidagi parchalanish omillarini cheklashga qaratilgan nurg'un xizmat qisqaraydi. Buning bilan nurg'un odam kuchi, moliya kuchi tejiladi. Normal ahvollarda milliy tarkiblar tinchlikda birga o'tadigandek tuyulishi mumkin. Ammo biror urush, hokimiyatning ichki g'avg'olari, tashqi krizislar, iqtisodiy yemirilishlar qatorli hokimiyatni ojizlatadigan ahvollar yuz bergan zamonlarda davlat ichidagi milliy tarkiblar etnik guruhlarning bo'linib chiqish orzusi kuchayib, bu fursatda ojizlashgan davlat mashinasiga zarba urishga urinishi mumkin. Nüfus. İctimai istihbaratning obyekti bo'lishining sababi nüfus milliy davlatlarda milliy kuchning g'olliq qismi hisoblansa, bir muncha etnik guruhlardan tashkil topgan davlatlar yoki imperiyalarda davlatning asosiy millatidan boshqalarining nüfusi bir tahdid unsuri hisoblanadi. Bu haqda Samuel Huntington bu adamni xatirlayalaysizlar. Madaniyatlar to'qinishi degan kitobning avtori Samuel Huntington Biz kim nomli kitobida Amerikadagi o'zgarayotgan etnik nüfus tangtonligining Amerika uchun bir tahdid bo'lishini ilgari surgan edi. Ya'ni buningda ko'z tutqani Meksika ko'chmanlari, ya'ni ispanlarning kunsiri ko'payayotgan nüfusiga ishora qilmoqda. Mutaxassislarning qarashicha, agar ijtimoiy parchalanishlar iqtisodiy va jo'grafiyalik parchalanishlar bilan to'liqlansa, siyosiy tinchsizlik ehtimolligi ortishi cho'qim. Yana bir o'rtaqlik shuki, davlatlarda bir o'rtaqlik. Rasmiy nüfus statistikalarida davlatlar ichidagi etnik guruhlarning nüfusi kulgulik darajada oz ko'rsatildi. Mustabid davlatlarda, ya'ni diktator sistemlarda. Buning ichki va tashqi jihatda ko'z tutilgan ikki sabab bo'ladi. Biri muqarrar elib beriladigan qatlamlarda o'ltirilganlarning sonini aniqsizlashtirish. Shundaqla keyinmi aniqlig'i bo'lmas qilish uchun nüfus oz ko'rsatiladi. Shu millatning o'ziga nisbatan sonning oz ko'rsatilishi bir turlik umidsizlik bag'ishlaydigan omil bo'ladi. Asosiy millatga selishtirganda yo'q hisobda ko'rinadigan bu son tufaylidan o'zlarini kuchsiz, ojiz, chorasiz ruhiy holatga tushirib, qarshi intilishlar uchun jur'at qilolmaydigan qilish ko'zlangan bo'ladi. Tashqi jihatda krizis zamonlarida tashqi surkilishlar ko'rilgan chog'larda tashqi dushmanlarning ularni ko'zir qilib foydalanishining oldini olish maqsad qilindi. Ya'ni sani buncha oz bo'lgan bir millatni ko'zir qilishga yaramaydi deb o'ylab qolsin. Yo'lig'ichiligi yo'q deb uningga yaqin kelmasin degan hiyladir. Bu sababdan nüfus haqidagi istihbarat doimo ochiq manbalardan, hukumatlarning statistikalaridan ilinadigan bo'lsa-mu,
Bu shu davlatdagi asoratda qolgan millatlarning nufusi uchun aytganda ishonarli manba hisoblanmaydi yoki hisoblanmasligi kerak. Masalan, Xitoylar bizning nufusimizni kulkilik darajada yoshirdi, uni hammaylar bilamiz. Bu yolg'iz Xitoylar bilan tugamaydi. Qozog'iston hukumatimi Uyg'ur nüfusunu o kadar külkülük derecede az gösterdi ki Olmaotadagi Uyg'urlarning nüfus soni emas. Hukumatning da'vatgan soni. Biz buni qanday bilamiz? Bir yili prezident saylamiga raqobatchi bo'lib tushgan bir nomzod tarixdagi mashhur qozoq yozuvchisi Muxtar Avzovning o'g'li Olmaotadagi Uyg'urlar rayoniga kelib, Uyg'urlar mahallasiga kelib, saylan tashviqoti olib borgan chog'da Qozog'istondagi Uyg'ur nüfusining 1,5 million ekanligini aytgan. Demek Qozog'istonmi o darajada kulkilik bir son, ishoniksiz bir son e'lon qilib kelyapti. Bir davlatning tavalligidagi milliy etnik guruhlarni rasmiy shaklda tunishi bu millatlarning oxiri bir kun ayrilishining bixidir. Shuning uchun nurg'un davlatlar kimlik hujjatlarida millati degan bir aniqlama ishlatmaydi. Mayli qaysi millat bo'lsin, shu davlatlik bo'lib, shu davlat nomi tadrijiy holda an'anaviy milliy kimlikning o'rnini bosadigan bir nishonni ko'zlagan bo'ladi. Masalan, Amerikada u millat bu millat degan ismlar bo'yicha muomala yo'q. Hammasi Amerikan. Bu hozirgi zamon davlatlarida bo'libmi ko'p xil madaniyat aralashib ketgan davlatlarda yeni milliy kimlik hosil qilish nishon qilingan. Ya'ni Amerikadagi hamma millatlar Amerikan degan bir milliy kimlik hosil qilish uchun siyosat o şekilde yürütüldi. Kanada'mı şu. Hammasi Kanadiyan bo'ladi. Lekin bu faqatla yeni ve ko'chmanlardan tarkib topgan davlatlarda bo'lib qolmay, tarixdan kelayotgan konu davlatlardami bunday ishlar mavjud. Masalan, İran'da Azerbaycanlıların nüfusu tahdid ostida qoladigan sonda. Hukumatga nisbatan tahdid hosil qila oladigan sonda. İran nüfusining 3dan 1dan ko'prog'ini tashkil qiladi Azerbaycanlar. Shunda bo'lsa-mu, İran tarixida Azerbaycanlarning milliy bo'linish mazmun qilingan isyonlari bek ko'zga chiqmaydi. Sababi İran hokimiyati hech qachon ularni Azerbaycan deb ayirib o'tirmagan. Ularning tilini tonimagan. Ularni o'xshashli İranlik deb qaraydi. İranlik farslar uchunmi, Azerbaycanlar uchunmi o'rtaq kimlik bo'lib shakllanmoqda. Yoki shunga tirishilmoqda. Turkiyaning Kurd milliy kimligini rasmiy turda tonimaydi. Ama Avrupa İttifaqı şirin xiyaliga giribtar bo'lish natijasida nurg'un milliy manfaatlardan Avrupa İttifaqıning besimi tufayli tadrijiy voz kechilmoqda. Mana shulardan biri Kurd milliy kimligi hozir davlat tarafidan rasmiy e'tirof qilinadigan bo'ldi. Ya'ni bu ayrilishning urug'i terildi degan gap. Dunyoda bunday misollar nihoyat ko'p. Xitoylarning navbatda Jonxa kimligini tengayotganligi tadrijiy holda Uyg'ur kimligini inkor qilish uchundir. Tarixdan beri Uyg'urlarning turklar ichidagi bir dialekt farqi bilan ayrilgan bir xalq amaliyotda turk ekanligini inkor qilib kelgan bo'lsa, amdilikda Uyg'ur deganini inkor qilish bosqichiga kelganligini bundan ko'rib bilish mumkin. Bundan boshqa Xitoylarning tarixdan beri Uyg'ur Xitoy surkilishlarining bir milliy to'qinish ekanligini inkor qilib kelyapti.
Bu inkar qilish tasodifiy emas. Buningmi bir siyosiy orq ko'rinishi bor. İxtiyorsiz deyilayotgan gap emas. Aksicha planliq bir psixologiyalik urush tipidagi bir nuqta bu. Xitoylar milliy kurashlarni ya sinfiy kurash qilib ko'rsatdi. Ya bir uchun yomon odamlarning bilan butun xalqqa qarshi. Bu butun xalq deganda bu xalqning hukumatiga qarshi deb ko'rsatgan vaqtida eng diqqat qilishga tegishliki bu xalqlarning ichida oldi bilan Uyg'ur xalqining o'zi bo'ladi. Bu Uyg'ur qarashliq ko'rsatkichlari Uyg'ur xalqiga qarshi go'yo. Shunday ko'rsatildi. Xalqning hukumatiga qarshi harakat qilib ko'rsatdi. Xitoylarning eng qadimgi zamonlardan boshlabki niyati Uyg'urlarni tamamen yo'q qilib o'tish. Bu tunji Manju istilasidan keyingi har qatimliq qarshilikni bostirishda oldingi saf qo'mondonlariga yo'llangan buyruqlarda agar tarixni o'qisanglar ko'rsizlar bizga xalqning keragi yo'q, bizga tuproq kerak degan mazmunlar buyruq yo'llandi. Demek şu tarixdan beri Xitoylarning maqsadi Uyg'urlarni tamamen yo'q qilish. Ammo bu niyatlarni yoshirib Millatlar Ittifoqi jonlarini chelib, go'yo Uyg'urlarning ichidagi intayin asonliq bir uchun buzuq odamlarga qarshida ko'rinish berib, xalqni aldab kelmoqda. Bu aldamchilikning qanchalik roli bo'ldi? Özlerini hali bilimlik hesaplaydigan bilarmanlar. Nima deyapti bunga qarata? Tarixdan beri yoki kommunistlardan beri bir xil qarash bor. Qarshilik va bostirishga qarata bir baho bor va buning bugungi kunda yana bir varianti o'tirib chiqdi. Bu bahani qilayotganlar, bu xulosani berayotganlar yoki bunday mulohaza qilayotganlar ya Xitoyning ayg'oqchilari yoki ahmaq nadonlar. Bu nima? Har qatimliq qarshilikdan keyin xalq qonliq bostirishga uchirgan vaqtida bular go'yo Xitoylar tarafidan vazifalantirilgandek o'tirg'i chiqdida paydo bo'ldi. Bir tasalliga o'xshab ketdi yoki bir chiqish yo'li ko'rsatayotgandekmi qilib turdi bu. Ya shu biz haq o'zimiz shukotlaymaymiz emasmi? Kuchi yetmagandikan singandan neyisi bo'ldi emasmi? Shukotdaga odamga hukumat bakadan kelib 5 to'qmoq qo'yamdi uni. Bu tipda. Bugungi varianti islom radikal islomchilar tufaylidan radikal islomchilarning radikal harakatlari tufaylidan Uyg'ur xalqi bostirish uchrayotdi degan variant. Buni ikkinchi turli qilib izohlasak bularning deyotgan gapini Xitoylar ma'sum. Xitoylar aq ko'ngil. Biz bilan tinchlikda birga o'tishni xohlaydi. O'zimiz eski. Biz o'zimiz qarshi turmasak Xitoylar bizga gap qilmaydi emasmi? Shu o'zimizdagi islom radikal islomchilar bo'lmagan bo'lsa, shu radikallikni qilmagan bo'lsa, Xitoylar bakadan baka bostirmaydi emasmi? Biz o'zimiz hukumatni tadbir qilishga majbur qilyapmiz deganlik bo'ladi. Ya'ni bu ishdimi Xitoy ma'sum, biz gunohkor. Bu nomussizlarga qaranglar. Bu nomussizlarning tushunchasiga qaranglar. Tarixdan misol berdik. Bu bilimlik bo'lgandan o'qib baqsin shu tarixlarni. Vatanimiz tavasidagi
milliy qo'zg'olonlarni bostirishga doir Xitoyning arxivlarida xotirlangan, shu vaqtda yo'llangan buyruqlar evatilgan xatlar xotirlarni o'qib baqsa, shuni ko'rdi. Bizga xalqning keragi yo'q, bizga tuproq kerak. Hammani qiravet. Bundan keyin qarshilik qiladigan odam bo'lmasin zodi, deb kelyapti. Endi bular demoqchi bo'ladi balkim, u koni zamonning hukumati bu Xitoy yaxshi Xitoy. Bunda ish yo'q. Agar buning unimisak, biroz o'tmishga qaytib qarab baqsangiz bo'ladi. 80-yillarda bu kadar diniy maktablar ochildi. O kadar hamma yerda, hatto o'yli-o'ylilarda, mahalla-mahallalarda diniy o'qishlar yo'l qo'yildi. Ajab u chaq chiqmabdi ekan bu radikal islomchilar. Nima uchun chiqmagan? Bu davlatning tutumiga bog'liq bir ish bu. Düşman devlet tarafından belgilanadi. Do'stmi devlet tarafından belgilanadi. Devlet deganda o kadar imkoniyatlar bo'ladiki, teşviqat, targ'ibot, yoshirin yetaklash, istixborot, uni pul bo'lgandan keyin, odam kuchi bo'lgandan keyin nima qilaman desa shuni qiladi. Agar u xalqni o'zi bilan tinch birga o'tadigan xalq qilmoqchi bo'lsa, qiladi uni. Çünkü xalqning mutlaq ko'pchiligi moddiy farovonlikqa qarab bilan boshqa ishni o'ylamaydigan bo'ladi. 98% tafakkur qilmaydi deyapmiz-ku xalqni. Unda olgandan keyin moddiy imkonlar, yaxshi muomalani ko'rsinda bo'ldi. U mustaqillik deganni o'ylaydiganlari bu millatning ichida tafakkur qiladiganlar o'ylaydi. Uni boshqalar o'ylamaydi. Nima uchun bu umumiy bir xalqni dushmanga aylantirdi? Xitoy o'zi dushman bo'lganligi uchun uni qirib yo'q qilib o'tish maqsadi bo'lganligi uchun u o'tmishda o kadar yavaş uni bo'ysunayotgan bu xalq bugun qarshi turadigan bir xalqqa aylandi. Uni dushman qilganmi Xitoy? U zamonda bo'ysunadigan qilganmi Xitoy o'zi? Endi yana bir xato qarashni navbati kelganda davri bu mamlakat tashidagi da'vo sifatidagi mashhur odamlarimiz, lider siyaqida ko'ringan odamlarning ba'zilari Xitoy agar demokratiya, kishilik huquqni yo'lga qo'ysa, bizga teng barobar muomala qilsa, bunda qarshilik bo'lmagan bo'ladi degan masala. Bu degan gap bizning mustaqillik orzuyimiz Xitoyning zulmidan lan bo'layotidi. Bo'lmasa bizda unda arzu yo'q, Xitoy bilan birga yashaydik degan gap bo'lib qoladi. Bumi o'xshashli xato. O'qimagan xalq, umuman xalq deb atalgan tafakkur qilmaydigan top uchun bu kecharli balki. Bu kuchkiga. Ular turmushning farovonligi, Xitoylarning o'ziga qilgan muomalasi agar barobar muomalaga uchirgan bo'lsa, ashunni ko'radi, ashu bo'yicha muomala qilishi mumkin. Ama bir milletning angliq tabiqisi bu Xitoy bizga oltindan saraysat basama yana mustaqillik istaydi. Bu chunki biz mustaqil davlat bo'lganmiz tarixdan beri. Biz uning uchun mustaqillik istaymiz. Xitoy zulm qilsa istaydi, zulm qilmasa istamaymiz emas. Biz tarixdagi davlatimizni asliga keltiramiz deb tirishyapmiz. Bu ayrı bir mesele. Endi yana asli mavzumuzga kelsak. Bir davlatning milliy kuch sanaladigan omillari ichida nufs omilining intayin muhim ekanligi qabul qilinsa, u holda bu nufsning safasi bu muhimlikni orttiradigan yoki tushiradigan omil bo'ladi. Shunday bo'ladi-ku? Nufs haqidagi istixborot talablarida nufsning safasi analiz qilindi. Bu safa nimalar? Yosh nufsning butun milliy nufs ichida tutgan prosenti. Bilim safasi, diniy e'tiqodi, milliy kimlik sezgurligi.
qatarlıqlarning bu nupusning bir milliy kuch bo'lishidagi muhim omillardir. Agar nupuslan bo'lib, uningda ne e'tiqod var, ne milliy kimlik sezgisi var, ne bilim sapası var. Yavayi avvalda bo'lsa, u milliy kuch bo'lolmaydi. U düşmanning qarshisida hech qanday to'salg'i bir omil emas. Normalda ijtimoiy istixborotning bir mazmuni obyektiv bo'lgan nupus orqali düşman davlatlarning nupus ortishi diqqatda tutildi. Bo'libmi, yosh nupusning ortishi muqarrar bir urushga sabab bo'ladi deb qaraldi. Chunki urush deganda askar urush qiladi, xalq emas. Askar degan asosan yosh bo'ladi. Qo'mondonlarni hisobga olmaganda askarning hammasi yoshlardan bo'ladi. Shunga tarixdagi urushlarda qo'shin davlatda yosh nupus ortib ketgan bo'lsa, qo'shnilari ensiraydi unda. Bu bir balo deriydi. Gerçi bugungi urushlar yosh qirisiga emas, uyda o'tirib knopka boshqariladigan, endi zamonaviy qurollarga tayindigan bo'lishib qaramay, yanada askar yoshlardan bo'ladi. Bu bir tarafi, ikkinchisi yoshlarda yaşanğanlarga nisbeten jeniga tavakkul qilish ro'yi ustun bo'ladi. Xitoylar uchun Uyg'urlar bir ichki bo'linish omili hisoblansa, u holda Xitoylar Uyg'urlarning nupus ichidagi yosh nupusining prosenti diniy e'tiqod, bilim sapasini nazardan saqit qilmaydi degan gap. Mutaxassislar xalqning bilim sapasi haqida shunday deydi. Bilim xuddi ajamning qilichiga o'xshash, ikki bisliq bir vositadir. Agar zamonaviy ma'rifni boshdan kechirgan ommaga ish tepiladigan bo'lsa, iqtisodiy taraqqiyotlar tizilishidi. Ammo tarbiya ko'rgan omma ishsiz qoladigan bo'lsa, bular hukumatga qarshi bombaga aylanadi. Xitoy Fanlar akademiyasi Millat tadqiqot o'rnining mutaxassis tarafidan yozilgan Davlat manfaati hammadan a'lo nomli kitobda Sharq Turkistonni ko'zdan kechirib milliy to'qinishlar haqida tadqiqot olib borgan bu Xitoy dal yuqorqi mutaxassislarning qarashini quvvatlaydigan bir qarash o'tirib qo'ygan. U bo'lsa-mu Uyg'ur yoshlardan nurg'uni oliy ma'rif tarbiyasi ko'rgan, ammo ishsiz qolgan. Bu muqimsizlikning sababi sifatida ko'rsatilgan. Ammo Xitoylar masalani ishsizlarga ish berish orqali hal qilishni o'ylashmagan. Balki ma'arifda qisitlash, tarbiya oladiganlarni azaytish yo'nalishida, ya'ni nodon qoldirish yo'nalishida harakat qilishni texnik muvofiq deb chiqqan. 2008-yilgacha ko'rilgan qarashliq harakatlarning asos sabablarini tarbiya ko'rgan yoshlarning ko'pligi, diniy e'tiqodi kuchaygan yoshlarning ko'payishi, Uyg'ur nashriyotchiligidagi taraqqiyotlardan manbalangan milliy kimlik sezgurligining ortishi, bo'libmi Uyg'ur umumiy nupus ichidagi yosh nupus nisbatining ortib ketganligi qatorliq omillarga bog'lab tushungan Xitoylar bir ommaviy qatliamni eng yaxshi hal qilish chorasi hisoblagan. Bu Xitoylarning birinchi qadamdagi ishi bu. Ya'ni bundan taxminan 10 yil burungi. Mana bu sabablarga ko'ra yosh nupusni azaytish uchun 5-iyul qatlami uchun kerakli zaminni hozirlab bergan. Aslida bunday bir harakat planlanayotgan vaqtida bir davlatning istixboroti bundan xabardor bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin harakat maydonga chiqishdan burun oldini ola oladi. Ammo Xitoylar bunga ko'z yumadi. Tordagi uchirishish, xabarlashish, uqtirish qilishlarning hammasiga ko'z yumilgan. Hozirlik bosqichida oldini ola oladigan turg'uliq bilmasga selib namoyishning maydonga chiqishini kutgan. Hatto aradagi gumashtirlar orqali bu ishning ko'limini oshirgan. Shovgan voqeasini pilti qilish fikrlariga qarshi tashviqot qilinmagan. Namoyishchi yoshlar tinch namoyish qilish uchun bir muncha tartib intizom tuzib chiqqan bo'lishiga qaramay,
tinchlik namoyishining sifatini buzib, uni bir xil buzg'unchilik, dushmanlik harakat deganga dalil yasab chiqish uchun oraga qistirilgan jasuslar orqali qonliq voqealarga pilti yiqilgan. Pilti yiqilgandan keyin u odamning mengisi qizg'an vaqtida xudini bilmaydigan bo'lib ketadi. Qon qizgandan keyin qolgan davomini normal odamlar qilaveradi bu ishni. Bunun bilan namoyishni bostirishning qonuniy bahonasi tug'ilib, qirg'inchilik boshlangan. Hatto namoyishdan burun tadqiq qilib, amaliy qo'llanishda sinab beqilmagan temir talqini aralashtirilgan suv chechilgan. Namoyishlar chechilgan suv temir talqini aralashtirilgan suv. Undan yumshoq bir xil talqon bor, temirning talqini. Bu zapchas ishlab chiqaradigan zavodlarda ko'rishli buni. Undan yumshoq bo'ladi. Buni suvga chelib, shu suvni chachqan Xitoylar. Bu nima uchun buni qiladi desangiz, men o'zim beshimdan o'tganni deb biray. Men ilgari bir avtomobil zapchaslari yasaydigan zavodda ishlagan bir qancha oy. Bu zavodda yasalgan bu zapchaslar aldı bilan buningda ko'zga ko'rinmaydigan dez yeriqlarning bor yo'qligini sinash uchun bu temir talqini aralashtirilgan suvga chilaymiz bu zapchasni. Bir qarang'ining ichida. Chedir va qarang'i. Bu suvga chilab olgandan keyin magnit verildi bu zapchasga. Uningdan keyin bu qarang'ining ichiga ultra binafsha nurliq chiroq yiqiladi. Bu ultra binafsha nur ostida temir talqonlari magnitning ta'sirida yeriq voyaninga siziqcha ulab yopishadi. Nerede yeriq bo'lsa shu yerga yopishadi. Bir seriq siziq ko'rinadi. Sağıç ko'rinadi nima uchundir? Ultra binafsha nurda. Bizga yeriqni ko'rish uchun magnit beramiz. Magnitning tufaylidan hamma temirning uvoqlari yeriqqa to'plashadi. Ammo u magnit berishsizmi, u ko'rinadi, sağıç ko'rinadi. Ultra binafsha nurda. Maşında suv chechilgan. Shuning uchun chiroqlar o'chirilib, o'ylarga tutqun qilish uchun kirgan saqchilarning qo'lidagi ultra binafsha nurliq chiroqda kiyimlardagi temir talqini sağıç paqirab ko'rinadigan bo'lg'achqa, shu kuni maydonda bo'lganlarni tepishga oson bo'lgan. Mana shunday qilib bu qatlamda diqqat, bu qatlamda 17.500 Uyg'ur yosh qatl qilinib, Uyg'ur yosh nufusi azaytilgan. Hozirgacha e'lon qilinayotgan sonlarning yolg'on ekanligini hammanglar jazm qila oladigan bo'lsanglarmi, balkim buni anglab boqmagan bo'lishing kerak. Bu 17.500 mening yutam burib topgan gap emas. Qatlamga qatnashgan ammo niyatida azroq milliylik saqlanib qolgan Uyg'ur saqchining ta'minlagan soni bu. Men buni tunji qatim oshkorlayapman. Bugungi kunda ikkinchi bosqich. Birinchi bosqichi Uyg'ur yosh nufusini azaytishdi. U vaqtda Xitoyninki tashqi jihatdagi ba'zi siyosatlari texi aniqlik qozonmagandi. Endi bugungi kunda ikkinchi bosqich Uyg'urlarning tamoman yo'q qilinishi mavzu boisdir. Yuqorida bir davlat hokimiyati urush patqig'i petib qolganda, krizisga duch kelganda, umuman ojizlagan fursatlarda bo'linishga sabab bo'lgan milliy tarkiblar haqida deb o'tgan. Xitoy uchun aytganda, bugun e'tibori bilan bunday fursatlarda isyon qilish ehtimol bo'lgan 3 etnik guruh bor. Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar. Gerçi Moğollar nüfus itibarı bilan azlab ketgan, milliy kimligi jihatdan xitoylashib ketgan bo'lishiga qaramay,
yanıla bir afet urug'u bo'lib qolaverishining sababi Tashqi Mong'oliyadir. Chunki bir mustaqil davlati bo'lgan Mo'ng'ullar agar Xitoylar biror krisisga petib qolsa, Tashqi Mong'oliyaning yetakchiligi va moddiy yordamiga erishishi muqarrar. Ammo so'ralishi mumkin. Bugungi Xitoy tarixdagi eng kuchaygan, eng taraqqiy qilgan bir davr ekan. Nimishqa bunday ichki bo'linish omillaridan xavfsiraydi? Mana bu dal bizning bugun aniqlikka erishtirishni maqsad qilgan nuqtamizdir. Xitoylar dal kuchayganliklari uchun ishtihosini shunga yarasha yo'g'inmoqda. Ojiz zamonlarda hamisha tushakigan, orzu qilgan buyuk Xitoy tushini ishga oshirishning payti keldi deb qaramoqda. Nima bu buyuk Xitoy tushi? Buyuk Xitoy tushi butun Mong'oliyani o'z ichiga oldi. Rossiyaning uzoq sharqini o'z ichiga oladi. Taki Ural tog'lari Kaspiy dengizigacha g'arb tarafda. Tayvanni tabiiyki o'z ichiga oladi. Bu buyuk Xitoy tushidir bu. Bu mening ikkinchi kitobimda xaritada ko'ralaysizlar. Xitoylar o'zlarini markaziy davlat deb ataydi. Jungo degan markaziy davlat Xitoy milliy ro'yida bir jahongirlik dini yetishtirib kelayotgan. O'zlarini dunyoning markazi deb qaraydigan Xitoylar hatto tarixda bir Xitoy podshosi Britaniya podshosiga bir xat yozgan. Bu xatning talabbuzi go'yo qo'l ostidagi bir amaldorga da'vatgandek buyruq talabbuzida yozilgan. Bunun sebebi o xiyalida o'zini dunyoning podshosi hisoblaydi. Qag'im podsholar uningga biqindib begliklarga o'xshaydi. Bu Xitoylarning milliy ro'yidagi bir xil shovinist, irqchi bir xil hokim tuyg'u. Bu xat Xitoy podshosining Britaniya podshosiga yozgan bu xati Zbigniew Brzezinskining bir kitobida naql qilingan. O qaysi kitobligini topolmadim hozir. Zbigniew Brzezinskining kitoblarini o'qib bakinglarida bu prezident Carterning davrida siyosat maslahatchisi bo'lgan Harvard universitetining siyosat bilimlari professori, dunyoda eng oldin o'rin turdi deb hisoblanadigan siyosiy muloyizachilarning birisi. Uning Buyuk Yemirilish degan kitobi bor. Sovet ittifoqining yemirilganligini oldin ola o'tirib qo'ygan kitob. Yana Buyuk shaxmat taxtasi degan kitobi bor. Shu ikki kitobni o'qib baqing. Aşındaq bir ruhi holatning Xitoy genida mavjudligidir. Shundaqla Xitoy millatchiligida o'zlarini eng mukammal odam, boshqalarni yavoyi deb bilishmi Xitoy kollektiv yoshirnidan o'rnagan bir uqum bo'lib, hatto boshqa millatlarni jinolvasti deyishmi qadimdan kelayotgan bir udumdir. Xitoy genidagi bu buyuk kuchi har zaman kuchaygan zamonlarda teshib tepib keldi. Xitoy milliy xarakterdagi haromzodlik bizga ancha notanish emas. Xitoylar odatda biqindi yoki ojiz chog'larida nayto xush muomala, bekmi rayish, bekmi kular yuz, yumshoq ko'ngil ko'rindiganligi. Huquqqa, kuchga erishgan aman bir yalmavuzga aylandiganligini hammamiz bilamiz. Umumiy milliy xarakter yoki kollektiv milliy xarakterdimi, milliy xarakterdimi Xitoylar ana shundan boshqacha emas. Uzoqdan beri Xitoylar o'tir maktab tarix darsliklarida kelgusi avlodlarning angsizliklariga uyuvatgan bir yolg'on tarix shuki, O'rta Osiyo taki Kaspiy dengizigacha Xitoylarning tuprog'i. Xitoylarda faqat Xitoylardilar oldingi qatimliq istilosining aslimasini keyingi qatimliq istilo uchun bir pak asos, hatto milliy bir da'vo darajasiga ko'taradigan dalil qilish odati bor. Tarixda dunyodagi nurg'un millatlar kuchaygan va kuchaygan chog'larda hukmronligining chegarasi uzoqlarga ketgan. Ojizliganlarda bir shahar davlati darajasida territoriyasi taraygan. Ammo hech millat oldingi qatimliq istilo harakatida ishg'ol qilingan tuproqlarni tarix kitoblariga o'zimizning milliy tuproqlari deb tutib olmagan.
Aldınqı istiladan qalğan qəbrlər, qal'alarni bununğa tarixi dalil qılıb almagan. Əgər undaq bolmasaydı Makedoniyalik İskender'nin qadimi yetken tupraqlarını bugün Makedoniya dava qilish kerak bolatdı. Ama Xitaylar bu cəhətdə insan aqli təsəvvür qılamaydigan dərəcədə numussuz. Xitaylar avlat angsızlıqlarına uyutilgan aş əcdadlarının tupraqı bolğan O'rta Asiyaga kengeyishni planlamoqda. Şundaqla Şərqi Cənub tərəflərdəmi kengeyiş nişanları var. Şərq Şimalda uzaq Sibiriya, Vladivostok tərəflərdə Xitay göçmənlərinin Rus nüfusudan eşib ketiş mənzərəsi görülməkdə. Bu demografik qurulmanın özgürüşü Ruslarning oldiga ikki tanlash qo'ydi. Ruslar ya O'rta Osiyo nüfus rayonidan voz kechib, uzaq Sharqni saqlab qoladi. Ya uzaq Sharqdan voz kechib, O'rta Osiyodagi ta'sir doirasini saqlab qoladi. Her ikki ahvolda rayon xarakterli bir urush mavzu boisdir. Bu urushga Sharq va Sharqi Janubiy Osiyodagi Xitoy bilan chegara to'qinishi bo'lgan davlatlarmi aralashishi mumkin. Hatta Yaponiya ham aralashadi. Bu holda bu urushda Xitoylar g'alaba qila olamdi. Hozir buningga jazm qilish tez. Xitoylarni jazm qilolmaydi buningga. Ammo bir nuqta keskinki, Xitoylar bu patqoqdan g'olib chiqolmagan taqdirda Xitoy bo'linib ketadi. Bundaq bir urush vaziyatida agar ichki muqimlik bo'lmasa, urush vaziyati urushdagi davlatlar uchun bir falokat bo'ladi. Yuqorida biz davlatlar ichidagi etnik ayrimlikning hukumat kirishiga patgan fursatlarda bosh ko'tarib chiqib, mustaqillikka intildiganligini aytib o'tgan edik. Buning tarixda nurg'un misollari bor. Ikkinchi dunyo urushi davrida Germaniyaning sharq septiki istilo harakati Ukrainaga yetib kelganda Ukrainlar ularni qutqazg'ich sifatida qarshi olgan. Nemislarga yordam bergan. Ukrain millatchilari darhol bir milliy armiya tashkillab qurollanib, qizil askarlarga qarshi kurash qilgan. Shuningdek, Qrim tatarlarimi buni bir fursat deb qarab, kommunistlardan qutulish uchun nemislarni o'zlariga yordamchi deb topgan. Agar nemislardagi oshqun ariyanchilik bo'lmagan bo'lsa, nisbatan yumshoq siyosat qo'llangan bo'lsa, hech bo'lmaganda vaqtlik bo'lsin, shovinistlik qilmagan bo'lsa, balkim nemislarning sharq sabda g'alaba qilishida mustaqillik orzusidagi millatlarning ko'p yordam bo'lgan bo'ladi. Faqat nemislarning haddidan ziyoda shovinistlik tufayli boshda ular taraf tutilganlarni tadrijiy ularni dushman hisoblab, yanada Sovet tarafda turishga majbur bo'lgan. Sovet ittifoqining 80-yillardagi iqtisodiy krizisi Sovet ittifoqi tarkibidagi federatsiyalarning mustaqillik e'lon qilishini keltirib chiqargan edi. Buningdan boshqa nurg'un misollarni ko'rsatish mumkin. Demak, bugun Xitoylarning Uyg'urlarni yo'qotishga bu qadar oldirishida mana shu kengaymichilik qora niyati va bu vaziyatda Uyg'urlarning qo'rg'on ichidagi dushman roli o'ynamasligi. Shundaqla agar bu qarniyati ishqa oshmay mag'lubiyat bilan oxirlashgan ahvolda bir muncha zaminining bo'linib ketmasligi uchun Uyg'urlarni yo'qotish jiddiy zaruriyat bo'lib qolmoqda. Uyg'ur etnik kimligi yo'qolgan taqdirda agar istilo harakati mag'lubiyat bilan oxirlashsa-mu, aholisi xitoylashib bo'lgan Sharq Turkiston yana Xitoylarning qo'lida qoladi. Mana bu planga ko'ra harakat qilmoqda. O'rta Osiyoga kengayish plani haqida boshqa maqolalarda, boshqa so'zlarimda o'xshamagan ko'lamda to'xtalgan edim. Ularga yana bir qatim ko'zatish bilan yoki yana bir qatim qayta anglab beqish bilan qolgan muhokamani sizlarga qo'ydim. Hammanglarga rahmat. Allah anglag'anlarga, anglamaganlarga buni torda hem baharlaganlarga tashviq qilishib qo'yganlarga rahmat.